Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan o'zbek milliy taomi oshni tayyorlaymiz. Palovxon to'rani. Birinchi bo'lib idishga sozini solib yaxshilab yuvib olamiz. Men yarim kilo guruchga osh damlamoqchiman, chunki oilamiz kichkina. Bizga yarim kilo guruchga damlangan osh bemalol yetadi. Buning uchun bizga 3 ta so'zi, agar siz sabzini yaxshi ko'rsangiz, sir so'zi oshni yaxshi ko'rsangiz, o'zingizdan bizga qarab ko'proq so'zsiz ham bo'ladi. So'zlarni archib tozalab olamiz. Tomonlarda qanaqa qilib tayyorlanadi bu taom? Kommentariyada yozib keting. Necha yoshingizdan boshlab tayyorlagansiz taomni? Men kollejda ikkinchi kursda o'qiganimda birinchi marta mustaqil osh tayyorlab ko'rganman. Hozirga kelib 5 kilo 6 kilogacha ham osh damla olaman. Ikkita piyoz solamiz. Piyoz qancha ko'p emas, ko'proq bo'lsa oshning rangi ham chiroyli bo'ladi. Ikkita o'rtacha kattalikdagi piyozni o'lchab olib, chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Boya yuvgan bo'lsam ham chiroygandan keyin yana bir yuvib oldim. Bizning oilamizda o'g'lim juda ham yaxshi ko'radi. Nima ovqat qilay desam doim osh deb turadi. Piyozlarni ham o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Juda ham mayda bo'lishi kerak emas. Sabzilarni ham o'zingizning tabingizga qarab to'g'rab olsangiz bo'ladi. Men yirikroq qilaman, chunki sabzilari ko'rinib tursa yaxshi ko'rishadi oilamizdagilar. Yuz gram quyruq sovurdim. Avval jizzaxib olib, o'sha yoqqa keyin survey qilishni boshlaymiz. Muzlab qolgani uchun ozgina to'g'ralishi qiyin bo'lyapti. To'g'rab oldik. Endi hamma masalliqlarimiz tayyor. Qozonni tagini yoqib, palovxon to'rani boshlaymiz. Qozonga birinchi bo'lib to'g'rab olgan quyruqlarimizni solamiz. Qo'yni dumbasidan
bozordan olib kelinadi, sotiladi shunaqa narsa. Buni eritib bo'lgandan keyin, qizdirib olgandan keyin alohida idishga olib qo'yamiz. Ozgina tuz sepib yaxshilab aralashtirib olsangiz, buni jazasini alohida dasturxonga tortsa ham bo'ladi. Mana tayyor. Buni tarelkaga solib olamizda. Qozonga o'simlik yog'i solamiz. O'sha jazadan qolgan yog' ustiga o'simlik yog'i solib qilamiz. Shunday kalayoq aralashib. Bilinmaydi, ta'mi kelib qolmaydi, hidi kelib qolmaydi, nima deyishadi, yo'q, qilib kelmaydi. Qizigan yog'ga go'sht solamiz. Go'sht ozgina kamrog'ida bizning uchun. Men go'sht yeyman, o'g'lim ham xuddi shunaqa. Vegetarian desa ham bo'ladi. Faqat xo'jayinim yeydi xolos go'shtni. Shuning mazasi chiqishi uchun kamroq go'sht bo'lsa ham osh tayyorlardim. 200 gram, 250 gram, 300 gram go'sht olib osh qilinadi. Yarim kiloga. Go'sht yaxshi qizarib olgandan keyin piyozni solamiz va tilla rangdan salgina o'talib, qizg'ichroq rangga kirguncha ozgina tuz solib, yaxshilab qovurib olamiz. Mana piyozimiz ham tayyor bo'lib qovurilib oldi. Mana shunaqa ko'rinishga kelganda sabzilarni solamiz. Va uni ham yaxshilab qovurib olamiz. Bitta narsa aytib o'tay. Tuzni hamma birdaniga solmayman. E'tibor bergan bo'lsanglar, boya yog'ni qovurayotganimda ham tuz soldim. Piyoz go'shtni solganimda ham nomiga tuz soldim. Keyin piyozni solganda ham ozgina tuz sepaman ustidan. Sabzini solganda ham ozgina tuz solib, yaxshilab qovurgandan keyin suv solamiz. Ko'proq suv solsangiz, guruch solgandan keyin boshqa suv solmasdan qaynagandan keyin hamma mazasi suviga chiqadi. Mana suvimiz qaynab chiqdi. Bu jarayonga taxminan 15-20 minut vaqt ketadi. Agar sizda vaqtingiz bemalol bo'lsa, sirvagini past olovda ko'proq qaynatsangiz, yana ham yaxshi mazaliroq chiqadi. Guruchni solib olib, hamma tarafi bir xilda qaynashiga e'tibor beramiz. Agar oshni tuzi yaxshi bo'lsa, tuz normal holatda bo'lsa, osh bir xilda qaynar ekan, qozonni hamma tomoni bir xilda qaynar ekan. Agar tuzi kamroq bo'lsa, bir tomoni qaynab, bir tomoni qaynamas ekan. Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Guruchlarimizni chiroyli tekislab olamiz. Bir xilda chiroyli qaynaydi.
e'tibor bergan bo'lsanglar, bir xilda qaynamayapti. Aylantirib olamiz va guruchimiz suvini tortgandan keyin, suvi singib ketgandan keyin zira solamiz. Mana shunday zira solgandan keyin mana shunday qilib o'rtaga yig'ib olamiz guruchlarimizni. Shunday qilib o'rtaga yig'ib olib, kapkirimizni uchi bilan sekin-sekin uramiz. Urganimizda ovozi suvi bo'lsa o'zi boshqacha chiqadi-yu, suvsiz guruchda dup-dup boshqacha ovoz chiqadi. Agar ichida suvi borligini bilsangiz, suvini hali yaxshi tortmaganini bilsangiz, qoshiq bilan mana shunaqa qilib oralarini teshib chiqish kerak. Hozir sizga ko'rsataman. Qoshiq olib yaxshilab o'rtaga to'plab olib, mana shu yerida ozgina suvi bor. Endi qoshiq bilan shunaqa qilib ochib qo'yamiz. Shunda suvlari parlanib chiqib ketadi orasidagi. Suvini yaxshi tortganiga ishonch hosil qilganimizdan keyin ustiga lagan yopib, uni ustidan qozonni qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana 20 minut turdi oshimiz. Endi bemalol ochib tayyor bo'ldi. Yaxshilab tagini ustini aralashtiramiz, rangi bir xil bo'lishi uchun. Mana ko'rishingiz mumkin, guruchlari ham alohida dona-dona bo'lib chiqdi. Mana palovxon to'ramiz tayyor. Buni dasturxonga tortib, yoqimli ishtaha